Yurtimizda narko jinoyatlarga qarshi kurashish masalasi doimiy e'tiborda bo'lib, bu borada keskin va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Zero giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi nafaqat inson salomatligiga, balki jamiyat barqarorligi va kelajak avlod taqdiriga jiddiy xavf tug'diradi. Shu bois huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan narkotik moddalarning noqonuniy ishlab chiqarilishi, saqlanishi va realizatsiyasiga qarshi keng ko'lamli tezkor tadbirlar muntazam o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi tezkor tuzilmalari hamkorligida respublika hududiga kontrabanda yo'llari orqali giyohvandlik vositalarini noqonuniy olib kirilishining oldini olish maqsadida Toshkent viloyati Ohangaron shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan tezkor kuzatuvga olingan Farg'ona-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan avtotransport vositasi Ohangaron shahrida to'xtatildi. Ushbu transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqaroga xolislar ishtirokida shaxsiy ko'rikdan o'tkazilishi tushuntirilganida u o'z yonida giyohvandlik vositalari borligi ma'lum qildi. Shundan so'ng uning shim cho'ntagidan 93,62 gram giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra aniqlangan giyohvandlik vositasi gashish giyohvandlik moddasi turiga mansubligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. 2026 yil dastlabki 3 oy yakuniga viloyat bojxonachilari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar bilan hamkorlikda giyohvand vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish yo'nalishida 14 ta holatda 130 kg 600 gram giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi.